Hoji aka, sizga shuncha inamarka ko'rsatdim, nimagadir birortasini ham bosib olmadingiz. Adashmasam, shu pullaringizni uy olaman deb saqlab turibsiz. Ishoning, shokolad variantda shahar zo'r lokatsiyasidan, ya'ni shunday qarasangiz, bu tomonda Afsona bog'i, bu tomonda o'sha sizni olmoqchi bo'lgan uyingiz joylashgan 4 ta chorrahaning ro'parasidagi fayzli uylardan tayyorini, hali tayyori sotilmagan, ishoning, tayyorini topib qo'ydim. Menimcha inamarka olmasdan pulingizni asrab o'tirdingiz, shuni bosib olasiz, uyni to'liq ko'rsataman. Ketdik. Mana hozirgi aytgan uyim, ya'ni 3-etajdan fayzli uylardan tayyor xonadonni siz uchun topib qo'ydim. Ichkarini ko'ramiz. Aka, xullas bu xonadonni umumiy maydoni tezroq gapiraman, 100 kvadratdan oshiq, 3 xonali tayyor proyekt. Hatto asfishenining o'ziga $2000 oshiq sarflaganman dedilar. O'zlari uchun qildirgan ekanlar. Bu tomonda shunday mehmonxona chiroyli holatda yasatib qo'yganlar, bemalol kirib yashasangiz bo'ladi. O'ng tomoningizda detski aynan bolalar uchun chiroyli holatda proyektlarni qilib qo'ygan va bu tomonda yangamlar bilan, ya'ni kinoyim bilan yashashingiz uchun chiroyli proyektda o'zlari uchun qildirgan ekanlar. Faqat nimadir sabab bo'lib sotib yuboryapman dedilar. Endi sababini aytmadilar, shaxsiy masala bo'lishi mumkin. Bu tomonda alohida sanuzellarni ko'rishingiz mumkin. Hatto sanuzellar ham hali biror marta ishlatilmagan akalar. Va bu tomonda hojatxonani ham ikki xilidan o'rnatib qo'ygan ekanlar. Qo'lingizga qarab turib xohlagandan foydalansangiz bo'ladi. Va bu tomon oshxonada xolodilnikgacha o'rnatib qo'yilgan. Alohida stullar va oshxona mebellari, gaz plitalargacha o'rnatib qo'yilgan. Va kommunalkalardan hech qanaqa muammo yo'q. Suv bachog'largacha qo'shimchasiga o'rnatib qo'yganman, deyaptilar. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, aka, bu xonadonda kommunalkalardan, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan hech qanaqa muammo yo'q. Ko'pchilik xonadonlarda hozir gaz muammo bo'layotgan paytda bu yerda gazgacha ruxsat topib qo'ygan, yashab bersangiz bo'ladi. Bunaqa narxda tayyorini topish sal qiyinroq, ayniqsa fayzli uylarda, sababi yaxshigina quruvchi qurib qo'ygan. Xullas, aka, bu xonadonni, tayyor xonadonni, shunday kirib yashashingizga tayyor xonadonni $89,500 ga bosib olsangiz bo'ladi. Kontaktlarni pastda qoldiramiz, bemalol bog'lanib savdolasangiz bo'ladi. Barakasiga ozroq o'tib beraman dedilar.